Hamma salomda sizlar bilan jonimiz va bugun biz o'zimizni qishlog'imizga o'xshagan narsa qurayotgandim. Shuni hozir sizlarga bitirib ko'rsataman. Hozir mana Minecraftga kirib olsin. Mana zo'r deb nomlaganman, eng zo'r degandek. Men hozir maktab quryapman. Maktab bo'ldi desa ham bo'ladi, lekin sinfxonalarni qilish kerak. O'shuning uchun necha kundan beri qilyapman. Bugun o'shani uni qilishimiz kerak. Instagramga ham post olishimiz kerak do'stlar. Hamma yoq qilishimiz kerak. Hozir vaqtim juda ham ko'p video olishim kerak. O'shuning uchun sizlar bilan o'zimni anaqa qurayotgan narsani bo'lishmoqchi bo'ldim va bo'lishyapman. Yana chicha kattaroq qilamiz. Bu yerda takita qilib shunaqasi juda ham kattaroq va qiziqarliroq bo'ladi. Hammaga yangi yil bilan do'stlar. Tabriklayman. Yangi yilga necha kun qoldi bilmadimmi? Bugun 27. 4 kun qoldi do'stlar. 4 kundan keyin yangi yil. Hop. Mana do'stlar qanday chiqayotganini qaranglar. Hozir men ichlarini tezda ko'rsatib olaman sizlarga. Hali ichlar bitmadi, lekin mana bitta qorovul, bitta chiroyli bizning maktabga o'xshaydi. Anaqa rasmlar qo'yib qo'yishgan. Biz ham shunaqa qilib rasm qo'ydik. Tepaga opa deb chiqamiz. Bitta xona, keyin bitta sinf xona, keyin yana bitta tepaga. Keyin mana sakramaymiz, bunday qilib ham chiqsa bo'ladi. Shekilli desam qolmayapti. Hozir blok qo'yib olay. Mana bu nimaligini o'ylab topmadim, shunaqa qilib sinf anaqalar chiqyapman, chiqishi qanaqa qilib maktab quryapman katta qilib. Pastida kencha mana. Astronomni qilayotgandim, monitorni. Mana joylari bu boshqa joy ekan, do'stlar, bu joy kerakli joy. Hop. Va oxirgi blok bo'ldi. Endi baqa fakellar qo'yib chiqamiz. Burchakka, bu burchakka. Hop, endi maktabda sinfxonani to'ldirish kerak. Birinchi bo'lib oynak. Bitta doska bo'ladi. Keyin bo'ldi, bu bitmadi-yu, hali keyin bezatamiz. Keyingi qavat, keyingi sinfxonalarga o'tamiz hozir. Bu sinfxona tayyor. Mashta bo'lishda matda ham bitta sinfxona quramiz bo'lmasam. Hop.
Hop vakil kerak. Sonra nima qilmoqchi edim? Eshik olishim kerak. Eshik olib, vakil kerak emas ekan ba'zi. Ba'zi kichkinasini xonacha bo'ladi. Batam tayyor. O'zi tayyor edi. Endi mana bo'sh xonalarda nima qilsa ekan? Ba'zi endi tayyor mana bitta problema. Keyin oshxona qurishimiz kerak. U hali maktab tayyor emas. Do'stlar, oshxonalar qilish kerak, yana bitta xona ochish kerak. Mana xonalari kam deyotganlar, hozir qayerdir oshxona qilishni o'ylayman. U mana zo'r joy mashqat ekan. Tuzak. Mana mana shu oshxona bo'ladi do'stlar. Zo'r bo'ladi. Oshxonani ham qurib tashlaymiz. Bizga farqi yo'q. Troli chiqadi lekin. Keyin parkovka xonalar qurishimiz bu maktabga. Hop, kamerani yoqaman keyin qilib bo'lganimdan keyin.